Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuimiz maktabgacha tarbiya yoshi. Birinchi rejamiz maktabgacha tarbiya yoshida rivojlanishning ijtimoiy shart-sharoitlari. Ikkinchi rejamiz o'yin maktabgacha tarbiya yoshida yetakchi faoliyat sifatida bilish jarayonlarining rivojlanishi va to'rtinchi rejamiz kattalar va tengdoshlari bilan muloqot. Birinchi rejamizda ontogenezda 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davr bog'cha yoshi davri yoki bo'lmasa maktabgacha yosh davri hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasida juda tez sifat o'zgarishlari bo'lishini inobatga olgan holda 3 davrga ajratishimiz mumkin. Birinchi davri bu 3-4 yosh, ya'ni kichik maktabgacha davr. Kichik bog'cha yoshi bu 4-5 yoshni tashkil qiladi va o'rta maktabgacha yosh davri o'rta bog'cha yoshi, ya'ni 6-7 yosh. Katta maktabgacha yosh davri esa katta bog'cha yoshiga ajratishimiz mumkin. Bola rivojlanish jarayonida kishilik avlodi, ya'ni tomonidan yaratilgan predmet va hodisalar olami bilan munosabatga kirishadi. Bola insoniyat qo'lga kiritgan barcha yutuqlarni faol ravishda o'zlashtirib, egallab boradi. Bunda predmetlar olamini ular yordamida amalga oshiriladigan xatti-harakatlarni, tilni, odamlar orasidagi munosabatlarni egallab olishi, faoliyat motivlarining rivojlanishi, qobiliyatlarning o'sib borishi, katta yoshli kishilarning bevosita yordamida amalga oshirilib bormog'i lozim hisoblanadi. Asosan shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati kuchaya boshlaydi. Mashhur rus pedagogi Lesgaftning fikricha, insonning bog'cha yoshidagi davr shunday bir bosqichki, bu davrda bolalarda xarakter xislatlarining namunalari shakllanib, axloqiy xarakterning asoslari yuzaga keladi. Bog'cha yoshidagi bolalarning ko'zga tashlanib turuvchi xususiyatlaridan biri ularning harakatchanligi va taqlidchanligi hisoblanadi. Bola tabiatining asosiy qonuni shunday ifodalash mumkin: bola uzluksiz faoliyat ko'rsatishni talab qiladi, lekin u faoliyat natijasidan emas, balki faoliyatning bir xilligi va surunkaligidan toliqadi. Bog'cha yoshidagi bolalarning ehtiyojlari va qiziqishlari jadal ravishda ortib boradi. 3-7 yoshli davrda bolalarning asosiy faoliyati quyidagi ketma-ketlikda kechadi. Birinchisi predmetlarni o'rganishi. Ikkinchisi individual predmetli o'yinlar, ya'ni jamoa syujetli rolli o'yinlar hisoblanadi. Uchinchisi individual va guruhiy ijod. To'rtinchisi munosabat o'yinlari. Beshinchisi muloqot o'yinlari va oltinchisi oxirgisi uy mehnati hisoblanar ekan. Bog'cha yoshidagi bolaning ulg'ayib mustaqil harakat qilish imkoniyati oshgan sari uning atrofdagi narsa va hodisalar bo'yicha dunyoqarashi kengayib boradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati o'yin hisoblanadi. Bu yoshdagi bolalarning o'yinlarini 3ga bo'lish mumkin. Predmetli o'yinlar 15-20 minut o'ynaladi. Syujetli o'yinlar bu 30-60 minut o'ynaladi va qoidali o'yinlar 1 soatdan 2 kungacha davom etishi mumkin ekan. Bu yosh davridagi bolalar ijodiy faoliyatdan tashqari san'at, ayniqsa rasm chizishni yaxshi ko'radilar. Bolaning nimani va qanday ifodalashiga qarab, uning atrof olamdagi voqelikni qanday idrok qilishi, xotirasi, xayoli va tafakkurining o'ziga xosligi haqida mushohaza qilishi mumkin. Rasmlar orqali bolalar tashqi olamdan olayotgan taassurotlari va bilimlarni yetkazishga harakat qiladilar. Rasmlar bolaning jismoniy va psixologik holatiga ko'ra o'zgarishi mumkin. Kasalligi yoki bo'lmasa kayfiyati. Aniqlanishicha, kasal bolalar chizgan rasmlar sog'lomlarnikidan ko'pgina jihatlari bilan farq qilar ekan. Maktabgacha yosh davri badiiy ijodiy faoliyatda musiqa muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalarga musiqiy asarlarni tinglash, musiqiy qatorlarni va tovushlarni turli asboblarda takrorlash quvonch bag'ishlaydi. Bu yosh davrida birinchi marotaba musiqa bilan jiddiy shug'ullanishga qiziqish paydo bo'ladi.
va keyinchalik haqiqiy qiziqishga aylanishi va musiqiy qobiliyatining rivojlanishiga yordam beradi. Bolalar qo'shiq aytishga, musiqa ostida turli ritmik raqs harakatlarini bajarishga o'rganadilar. Qo'shiq aytish musiqani anglash va vokal qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bog'cha yoshidagi bolalarda sezgi, idrok, diqqat, xotira, tasavvur, tafakkur, nutq, xayol, hissiyot va irodaning rivojlanishi jadal kechadi. Bola ranglarni hali bir-biridan yaxshi farq qila olmaydi. Unga ranglarning farqini bilishga yordam beradigan o'yinchoqlar, rangli kiyimlar, rangli halqalar, qutichalar va shu singar o'yinchoqlarni berish maqsadiga muvofiq hisoblanadi. Bog'cha yoshidagi bolalar turli narsalarni idrok qilishda ularning ko'zga yaqqol tashlanib turuvchi belgilariga, ya'ni rangi va shakliga asoslansalar ham, lekin chuqur tahlil qila olmaydilar. Bog'cha yoshidagi bolalar kattalarning yordami bilan suratlarni analitik ravishda idrok qilib qobiliyatiga ega hisoblanadi. Bolalar suratlarni idrok qilayotganlarida kattalar turli xil savollar bilan ularni tahlil qilishga o'rgatishlari lozim. Bunda asosan bolalar diqqatini suratning mazmunini, ya'ni syujetini to'g'ri idrok qilishga, suratning umumiy ko'rinishida har bir tasvirlangan narsalarning o'rnini to'g'ri idrok qilishga va tasvirlangan narsalar o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri idrok qilishga qaratish kerak hisoblanadi. Diqqat har qanday faoliyatimizning doimiy yo'ldoshi hisoblanadi. Shuning uchun diqqatning inson hayotidagi ahamiyati benihoya katta hisoblanadi. Bog'cha yoshidagi bolalar diqqat asosan ixtiyorsiz bo'ladi. Bog'cha yoshidagi bolalarda ixtiyoriy diqqatning o'sib borishi uchun o'yin juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. O'yin paytida bolalar diqqatlarini bir joyga to'plab, o'z tashabbuslari bilan ma'lum maqsadlarni ilgari suradilar. Bu yoshdagi bolaning xotirasi yangi faoliyatlar va bolaning o'z oldiga qo'ygan yangi talablari asosida takomillasha boradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning xotirasi ko'rgazmali, obrazli bo'lishi bilan xarakterlidir. Bolada ko'proq ixtiyorsiz esda qoldirish va ixtiyorsiz esga tushirish ustunlik qiladi. Bola so'zlarni hech qanday ma'nosiz takrorlayveradi. Ammo keyinchalik kattalarning ta'sirida ixtiyoriy esda qoldirish ham asta-sekin rivojlana boradi. Bola ravshan va emotsional rang-barang materialni oson esda qoldira oladi. 3 yashar bola taassurotlarni bir necha oy davomida esda saqlab tura olishga qodir hisoblanadi. Xotiraning o'sishiga o'yinlar, turli mashg'ulotlar, she'r yodlash, ertak va hikoyalar aytish hamda sayr paytida kuzatish ishlarini olib borish yordam beradi. Ushbu yoshdagi bolalar yangi so'zlarni ham, hatto chet tillaridagi so'zlarni ham osongina eslab qoladilar. Lekin bolalar materialni oson esda qoldirsalar ham, ular ko'pining ma'nosiga yaxshi tushunmaydilar va ulardan nutqda foydalanishga qiynaladilar. Kattalarning vazifalari bu paytda bolalarning mumkin qadar ko'proq so'zlarni va tasavvurlarni eslab qolishigagina emas, balki ular bilan tushunarli, foydali bo'lgan turli bilimlarni egallashga erishishidan iborat. Bolalar bu xildagi bilimlardan o'z o'yinlarida, rasmlarida, ustozlari yoki kattalar bilan suhbatda foydalanadilar. Bu bilimlarning aqliy va axloqiy o'sishlari uchun xizmat qiladi. Bog'cha yoshidagi bolalarda ixtiyorsiz diqqat ustunligicha qolaveradi. Masalan, bola juda berilib ertak eshitayotgan bo'lsa ham, xonaga birov kirib qolsa, uning diqqatini ixtiyorsiz shu ertakdan chalg'iydi. Bog'cha yoshidagi bolalar o'zlari uchun ahamiyatga ega bo'lgan, ularda kuchli taassurot qoldiradigan va ularni qiziqtiradigan narsalarni beixtiyor eslarida olib qoladilar. Bog'cha yoshidagi bolalarning tafakkuri va uning rivojlanishi o'ziga xos xususiyatga ega. Tafakkur bolaning bog'cha yoshidagi davrida juda tez rivojlana boshlaydi. Buning sababi birinchidan bog'cha yoshidagi bolalarda turmush tajribasining nisbatan ko'payishi, ikkinchidan esa bu davrda bolalarning
nutqining yaxshi rivojlangan bo'lishi. Uchinchidan, bog'cha yoshidagi bolalarning erkin mustaqil harakatlar qilish imkoniyatiga ega bo'lishidir. Bog'cha yoshidagi bolalarda har bir sohaga doir savollarning tug'ilishi, ular tafakkurining faollashayotganidan darak beradi. Bola o'z savoliga javob topa olmasa yoki kattalar uning savoliga ahamiyat bermasalar, undagi qiziquvchanlik so'na boshlaydi. Kunlarning birida 7 yoshli Samira shunday savol beradi: "Odam uxlaganda ham nafas oladimi? Bu jon sizning muchalingiz nima?" degan savollarni berib o'tishi mumkin. Odatda har qanday tafakkur jarayoni biron narsadan taajjublanish, hayron qolish natijasida turli savollarning tug'ilishi tufayli paydo bo'ladi. Ko'pgina ota-onalar va ayrim tarbiyachilar agarda bolalar ortiqroq savol berib yuborsalar, "Ko'p mahmadona bo'lma, sen bunday gaplarni qayerdan o'rganding?" deb koyib beradilar. Natijada bola o'ksinib, o'z bilganicha tushunishga harakat qiladi. Ayrim tortinchoq bolalar esa hech bir savol bermaydilar. Bunday bolalarga turli mashg'ulotlar va sayohatlarda kattalarning o'zlari ham savol berishlari, shu bilan ularni faollashtirishlari lozim hisoblanadi. Har qanday tafakkur odatda biron narsani taqqoslash, analiz va sintez qilishdan boshlanadi. Shuning uchun biz ana shu taqqoslash, analiz va sintez qilishni tafakkur jarayoni deb ataymiz. Sayohatlar bolalardagi tafakkur jarayonini faollashtirish va rivojlantirishga yordam beradi. Bolalar tabiatga qilingan sayohatlarda turli narsalarni bir-biri bilan taqqoslaydilar, analiz hamda sintez qilib ko'rishga intiladilar. Agar 2 yashar bolaning so'z boyligi taxminan 250 tadan 400 tagacha bo'lsa, 3 yashar bolaning so'z boyligi 1000 tadan 1200 tagacha, 7 yashar bolaning so'zi zaxirasi 4000 tagacha yetadi. Demak, bog'cha yoshi davrida bolaning nutqi ham miqdor, ham sifat jihatdan ancha takomillasha boradi. Bog'cha yoshidagi bolalar nutqining o'sishi oilaning madaniy saviyasiga ham ko'p jihatdan bog'liq hisoblanar ekan. Kattalar va tengdoshlari bilan muloqoti. Bog'cha yoshidagi bolalar shaxsining shakllanishiga ko'ra bu davrni 3 bosqichga ajratish mumkin. Birinchi davr bu 3-4 yosh oralig'ida bo'lib, bola emotsional jihatdan o'z-o'zini boshqarishning mustahkamlanishi bilan bog'liqdir. Ikkinchi davr bu 4-5 yoshni tashkil qilib, axloqiy o'z-o'zini boshqarish. Uchinchi davr esa shaxsiy ishchanlik va tadbirkorlik xususiyatining shakllanishi bilan xarakterlanadi. Maktabgacha yosh davridagi bolalarning kattalar bilan muloqoti ularda nutqning rivojlanishi hisobiga chuqurlashadi. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Rahmat.